Burimi bo'g'irsoqni siz bilmagan barcha sirlari. Xuddi shunday qarsildoq chiqadi, yaproqlari qavat-qavat bo'lib, agarda siz ham shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'rsangiz. 250 ml suvda 1 choy qoshiq tuz bilan ozgina drojani aralashtirib olib, 600 g unga quyib olamiz. Xamir uchun 100 g oq mol yog'i bilan 100 g 82% krem uchun mo'ljallangan slivochli margarinni eritib omiqti qilib olsak, bo'g'irsoqlarda mol yog'ini hidi va mazasi kamayib, maxsus krem uchun mo'ljallangan margarinning hisobiga bo'g'irsoqlarning mazasi qaymoqli chiqadi. Va yana tabga ko'ra 1 osh qoshiqda shakar bilan vanilin qo'shib xamir tayyorlaymiz. Xamirni ikkiga bo'lib zuvala qilib 15 minut tindirib, yana bir marta ishlab qo'yib tindirib qo'yamiz. Tingan xamirni pardadek yupqa qilib yoyib chiqib, taplonka yog'ini eritib yupqa qilib surib chiqib, 15 daqiqa kutib yog'ni qotirib olganimizdan so'ng xamirni o'qiluvga o'rab o'rtasidan kesib xamirni ochib olib, xamirni oldin uzunligidan, keyin esa enidan ikkiga bo'lib, ustma-ust qo'yib qatlamalarning sonini ko'paytirib olamiz. Xamirni 1 sm dan kesib chiqib, 15 sm atrofida yupqa lentalar yasab olib, xuddi prujina kabi o'rab bosib chiqib tugib olamiz. So'ngida esa ochib ketmasligi uchun birozgina ezib qo'yib, bo'g'irsoqlar formasini ushlab turish maqsadida marazilikda 15-20 daqiqa davomida muzlatib olamiz. Bo'g'irsoqlarning qatlamasi yaxshi ochilishi uchun avval 15 daqiqa davomida past olovda qovurib olib, undan keyin 4-5 daqiqa davomida o'rta olovda tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Bu chak-chak qiyomini video retseptini shu video oldida profilimda siz uchun joylab qo'yganman. Aziz vatandoshlarim, kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin.